Islom moliya bozori. Reja. Birinchi, islom moliyasi tushunchasi va tarixi. Ikkinchi, islom moliya bozorining asosiy qismlari. Uchinchi, islom moliya bozori tamoyillari. To'rtinchi, islom moliya bozorida nimalar sodir bo'ladi? Islom moliya bozori bu shariat qonunlariga asoslangan moliyaviy tizim bo'lib, unda foiz, qimor va noaniqlik taqiqlanadi. Bu bozorda barcha moliyaviy operatsiyalar haqiqiy aktlar asosida halol savdo va sheriklik tamoyillariga binoan amalga oshiriladi. Islomda foiz taqiqlanganligi sababli musulmon davlatlarda shariatga muvofiq moliya tizimi yaratish zarurati paydo bo'lgan. Asosiy tamoyili moliyaviy foyda faqat real iqtisodiy faoliyat orqali, ya'ni savdo, xizmat ko'rsatish yoki investitsiya orqali qilinadi. Tarixiy shakllanish bosqichlari. Dastlabki g'oyalar davri. Bu davrda musulmon olimlar va iqtisodchilar ayniqsa Misr, Pokiston va Malayziyada foizsiz moliyaviy tizim yaratish zaruriyati haqida ilmiy asarlar yozishni boshladilar. Islom iqtisodiyoti asoslari ishlab chiqildi. Foyda va zarar sherikligi asosida ishlaydigan model taklif qilindi. Birinchi tajribalar davri. 1963-yilda Misrda Midgamr Savings Bank tashkil etildi. Bu birinchi foiz ishlaydigan bank bo'ldi. U kichik tadbirkorlarga foyda ulushi asosida kreditlar berdi. 1967-yilda yopilgan bo'lsa-da, tajriba islom moliyasining poydevorini qo'ydi. 1971-yilda Misrda Nasr Social Bank ochildi. Bu bank ham shariat tamoyillariga asoslangan holda faoliyat yuritdi. Rivojlanish va xalqaro tan olinish davri. 1975-yil Islom taraqqiyot banki tashkil etildi. Bu islom moliya tizimini xalqaro miqyosda muvofiqlashtiruvchi asosiy institut bo'ldi. Shu yillarda ko'plab davlatlarda islomiy banklar paydo bo'ldi. 1975-yilda Dubay Islom banki, 1977-yilda Faysal Islom banki, 1979-yilda Bahrayn Islom banki. Bu davrda islomiy banklar uchun alohida qonunchilik va nazorat tizimlari yaratilgan. Institutsional rivojlanish davri. Islom moliyasi global moliya tizimining bir qismi sifatida tan olina boshladi. 1990-yilda Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions tashkil topdi. Bu tashkilot islom banklari uchun xalqaro buxgalteriya va audit standartlarini ishlab chiqdi. 1996-yil 1999-yillar oralig'ida Malayziyada, Bahrayn, Kuvayt va Pokistonda islomiy kapital bozorlarini rivojlantirish boshlandi. Islom moliya tizimi. Bu pul mablag'laridan foydalanish va taqsimlash jarayonida islom huquqiy qoidalariga mos keluvchi iqtisodiy munosabatlarni o'z ichiga oladigan islom ekotizimining bir qismidir. Masalan, islom dinida qarz berish yoki qarz olish evaziga foyda ko'rish taqiqlangan. Barcha moliyaviy jarayonlar esa haqiqiy iqtisodiy faoliyatga asoslangan bo'lishi kerak. Odamga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan sohalarni moliyalashtirishga ruxsat berilmaydi. Masalan, qimor o'yinlari, alkogol, tamaki mahsulotlari va boshqalar. Hozirda islom moliyasi sektori yiliga 15% dan 25%gacha o'sib bormoqda. Bu yo'nalishdagi institutlar esa jahonda 2,7 trillion dollardan ortiq aktivlarni boshqarmoqda. Bu tamoyillarni musulmon jamiyati ichidagi xususiy yoki ayrim xususiy tijorat muassasalariga tatbiq etish uchun bir qancha islom banklari tashkil etilgan. Ularning soni va hajmi oshib bordi. Shuning uchun 2009-yilga kelib dunyo islom tamoyillariga mos keladigan 300 dan ortiq bank va 250 ta investitsiya fondlari 2014-yilga kelib 2 trillion dollar atrofida bo'ldi. Shariatga mos moliyaviy institutlar jami jahon aktivlarining taxminan 1% tashkil etdi. Ko'rfaz hamkorlik kengashi mamlakatlari Pokiston, Eron va Malayziyada jamlangan. Islom banki hali ham musulmonlar bank aktivlarining atigi bir qismini tashkil etsa-da, tashkil topganidan beri u butun bank aktivlariga qaraganda tezroq o'sib bormoqda va bundan keyin ham shunday davom etishi kutilmoqda. Islom moliya bozori 3 asosiy qismdan iborat. Birinchi, islom bank bozori. Islomiy moliya tizimining yuragi, ya'ni eng asosiy harakatlantiruvchi kuchidir. Islom banklari foizsiz moliya tamoyillariga asoslanadi va mijozlar bilan sheriklik yoki savdo asosida ishlaydi. Murobaha. Tovarni bank sotib olib, mijozga ustama bilan sotadi. Shariat asosida, savdo asosida.
Ijara aktivni ijaraga berish. Foyda ijara haqqi sifatida olinadi. Musharaka bank va mijoz sherik bo'lib, foyda va zarar taqsimlanadi. Sheriklik asosida. Mudoraba bank kapital beradi, mijoz tadbirkorlik qiladi. Sheriklik ishonchli sheriklik asosida. Islom Salam istisno. Oldindan to'lov bilan tovar ishlab chiqarish yoki yetkazib berish. Oldindan bitim asosida. Ikkinchi, islom kapital bozori. Uzoq muddatli investitsiyalar va qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq faoliyatni o'z ichiga oladi. Bu yerda foizli obligatsiyalar o'rniga sukuk va shariatga mos aksiyalar muomalada bo'ladi. Sukuk real aktivlarga asoslangan islomiy obligatsiya bo'lib, aktivdan tushgan daromad oladi. Islomiy aksiyalar halol sohada faoliyat yurituvchi kompaniyalar aksiyalaridir. Dividend yoki kapital o'sishi foyda manbai hisoblanadi. Islom investitsion fondlari shariatga mos aktivlar portfeli hisoblanib, foyda manbai investitsiya daromadi orqali bo'ladi. Uchinchi, islom sug'urta bozori. Bu qism an'anaviy sug'urta tizimiga o'xshash, lekin foiz va qimor elementlaridan xoli. Tafakkul so'zi arabcha kafolat berish, o'zaro himoya qilish ma'nosini bildiradi. Ishlash mexanizmi. Ishtirokchilar o'z hissasini jamg'arma fondiga qo'shadi. Fond shu pul bilan zarar ko'rgan ishtirokchilarni kompensatsiya qiladi. Ortiqcha mablag' bo'lsa, u boshqa ishtirokchilar bilan bo'linadi. Tafakkul turlari. Oilaviy tafakkul, umumiy takafful, qishloq xo'jaligi yoki biznes tafakkuli. Islom moliya bozorining asosiy tamoyillari. Ribo. Pulga foyda olish. Sudxo'rlik. Islomda ilgari arablar orasida ribo keng tarqalgan edi. Ilk islomda savdo qilish va u orqali foyda ko'rish eng keng rag'batlantirilgan holda pulga foyda olish qat'iyan taqiqlangan va bu taqiq Qur'onda ham o'z ifodasini topgan. G'arar so'zining lug'aviy ma'nosi noaniqlik, xatar, aldaydigan narsa, noma'lum natija. G'arar bu bitim yoki shartnoma tuzishda natijaning noma'lumligi, to'liq ma'lumotning yo'qligi yoki shartnoma taraflaridan birining aldanish xavfi mavjud bo'lgan holatdir. Ya'ni agar bir tomon nima olayotganini yoki nima uchun to'layotganini ochiq bilmasa, bu g'arar hisoblanadi. Maysir so'zining lug'aviy ma'nosi yengillik bilan foyda topish, mehnatsiz daromad, qimor. Maysir bu natijasi noma'lum bo'lgan ishtirokchilardan birining foyda topib, boshqasining zarar ko'rishiga olib keladigan tavakkal asosidagi o'yin yoki bitimdir. Halol faoliyatga sarmoya. Bu islom shariati talablariga muvofiq bo'lgan sohalar va faoliyat turlariga investitsiya kiritishdir. Ya'ni musulmon investor o'z mablag'ini harom emas, balki halol bo'lgan faoliyatlarga yo'naltirishi shart. Foyda va zarar sheriklik asosida. Bu islom moliya tizimining eng muhim tamoyillaridan biri bo'lib, unda moliyaviy operatsiyalar halol mehnat, sarmoya va riskni adolatli taqsimlash tamoyiliga asoslanadi. Bu tizimda foyda ham, zarar ham sheriklik asosida avvaldan kelishilgan ulush bo'yicha taqsimlanadi. Islom moliya bozori asosiy ishtirokchilari. Islom banklari foizsiz kreditlash, murabbaha, ijara, mudoraba va musharaka kabi shariatga muvofiq mahsulotlarni taklif etadi. Investitsiya va jamg'armalari va fondlar shariatga mos aksiyalarga yoki real aktivlarga investitsiya qiladi. Sukuk emitentlari va investorlar davlat yoki korporativ loyihalar uchun sukuk chiqariladi va sotiladi. Takafful kompaniyalar ishtirokchilar o'rtasida xavflarni bo'lishadi. Shariat nazorat kengashlari barcha mahsulot va bitimlarni shariatga muvofiqligini tekshiradi. Regulyator va birjalar bozorda qoidalar ro'yxatga olish, shaffoflik va muvofiqlikni ta'minlaydi.